Talablarga binoan biz Charxiy savdo markaziga keldik va Muzdalifaga podpiska bo'lganlarga bugun Muzdalifa shirinliklaridan beramiz va eng asosiysi YouTube kanalimizga ham keyin yana bitta eng asosiy nima edi? Nima dey? Va YouTube kanalimiz ham bor. YouTube kanalimizga ham podpiska bo'lsangiz, mana shu 100 ming so'mni yutib olasiz. Muzdalifaga podpiska bo'lganmisizlar? Assalomu alaykum. Muzdalifaga podpiska bo'lganmisizlar? Bo'lganman. Ko'rsating, siz-chi? Ko'rsating. Bo'lganman, prososda bilmay qoldim. Mana Muzdalifa shirinliklar nomidan. Siz ham ko'rsatib borasiz. Muzdalifa shirinliklar nomidan. Keyin yana bitta qizlar YouTube kanaliga podpiska bo'lganligingda 100 ming so'm yutib olardilar. Hozir bu situatsiyaga minni bering. Keyingi safarga endi. Assalomu alaykum. Muzdalifa tortlariga podpiska bo'lganmisiz? Instagramda. Ko'ringchi. Muzdalifa tortlari nomidan sizga shirinligimiz. Agar YouTube kanaliga podpiska bo'lgan bo'lsangiz, mana shu 100 ming so'm yutib olasiz. Podpiska bo'lganmisizlar? Muzdalifa tortlariga podpiska bo'lganmisiz? Muzdalifa tortlariga. Muzdalifa tortlariga podpiska bo'lganmisizlar? Blogerlarimiz, qo'qonimiz blogerlardan so'raymiz. Assalomu alaykum. Muzdalifa tortlariga podpiska bo'lganmisiz? Yaxshi maslahat. Mana bu Muzdalifa shirinliklar nomidan. Podpiska bo'lgan ekanlar. Muzdalifa tortlari nomidan sizga ta'til sovg'a. Mana Muzdalifa tortlari nomidan YouTube kanalimizgachi bo'lganingizda 100 ming so'm yutib olasiz. Muzdalifa tortlariga podpiska bo'lganmisizlar? Ko'rsatib boring. Mana. Voy, shular nomidan. Bo'lgan ekansiz. Biz kelgan manzilimizda tugatdik. Bu yerda podpiska bo'lganlar juda ko'p ekan va shirinligimiz yetmay ham qoldi. YouTube'ga a'zo bo'lganlar yo'q ekan. Pulimiz o'zimizga qoldi. Keyingi safar YouTube'ga ham podpiska bo'lsalaring 100 ming so'm va shirinlik yutib olasizlar.